yosh kattaman, uka. Kerak bo'lsa kattalar ham sizlaydi. Jahon tezlash ketdik. Ukamdan tashqari. Men sendan kattaman, sizlargina. Kattamasdan 9 yosh kattasan, sizlarmi? Ertaga yeysan. Voy, aka nima qilganingiz bu? Mahallada ko'rganlar nima deydi? Ukasi qolib, akasi mashina yuvayotgan ekan deysiz. Siz kirib damingizni olib turing, o'zim yuvib to'za qilib qo'yaman. Jonim deyman. Rahmat. Sen shuni akangni sizladingmi? Ha? Har kuni shunaqa sizlab yurasan. Ha, sizlayman akamu. Oranglarda necha yosh farq bor? 1 yil. 1 yil bo'lsa ham sizlaysan. Ha, aka Hasan Husan bo'lib turib, akam Hasan bo'lganda ham sizlardim men. Ko'rdingmi? Eshityapsanmi? Sen bilan 9 yil farqimiz bor. Sen sirurasan, sizlarga. Jahon qisqa ketdi. Ha? Kayfiyating yo'q. O'qishga kirolmadim. O'qishga kira olmaysan-da, akani mana shunaqa sansurganingdan keyin. Mana shunaqa bay, mana shu sansiragan akang senga yordam beradi. Determinli bali bilan UBS universitetiga kirsang bo'ladi. Imtihonsiz. Sen xohlagan hamma yo'nalish bor. 49 ta yo'nalish bor. 2 yil brendini olgan. Tushunsan, o'sha mana bunaqa lanchlanib yotmaginda, borib tezroq harakatingni qilgan, qabul tugab qoladi. Yo'q, rahmat senga Jahon. Endi sansirayda bu. Iloyim o'sha yoqqa ham o'qishga kira olmadim. Akajonim, meni kechiring. Aka dedingmi? Sizladingmi, ukajonim? Endi tushunib yetdim. Xato qilgan ekanman. Meni kechiring. Sizlashingdan sal ukajonim. Kechirdim. Aka yana bitta ish qilib qo'ydim. Faqat xafa bo'lmang. Mashinangizni urib oldim. Uka, mashina ekan-ku, temir ekan-ku, seni tillaringda aka degan. Seni sizlashing topilmaydi ukajonim. Jahon, shunda demaysan, men cho'chib ketdim. Bo'ynim kelib qo'ysam deb. Qo'lingni oling. Iflos ekansan. O'g'lim tez sigara sog'ib qo'ygan. Hop, oyi. Jahon, eshitdingmi? Bilib ishingni qil. O'zing bilib ishingni qilgin. Voy, sen siravyapsanmi? Katta bola bo'lib qoldingmi? Men katta bola bo'lib qoldimmi yoki senmi? Kecha tutdagida Nargizimdan oyimga aytdingmi yoki adamgami? Qadri baland, mehribon ekan. Tezlash vaqt ketyapti. Ishonganim qalqonim ekan. O'rgat berguvchi akalikda otamdek akam. Ne bo'ldi? Oyi akamjon. Qadri baland, mehribon ekan. Puling zo'rda. Ham qarshiladaman, ham kayfiyat ko'taraman. Agar o'sha kuni ko'rib qolmaganingda men o'zim seni qarshilatardim, tushundingmi? Oyi, akam o'sha kuni. Hozir aytaman lekin, aytib qo'yaman. Kimga ham aytasan, ota-onamizdan o'tib ketdi-yu, kimga aytasan? Xotiningga aytaman. Aytsang aytur, 50 yildan beri o'zi aytaman deb qiynab tashlading. Kenayi 50 yil oldinchi akam. Nima qilgan eding? Esimdan chiqib qoldi. Qadri baland, mehribon ekan. Bu biz 3 aka-uka. Sarvar bolajonim. Ha, nima yana? Bu meni akam. Ovqat pishdi, uyga kir. Diyorbek bolajonim. Ha, oyi. Bu esa meni ukam. Voy o'zimni toychog'im. Uyga kir. Onajonim, menchiman. Bu esa men, oilaning o'rtancha farzandi. Ha, sen ham bor eding-a? Kiyotganda non olib kel, keyin kirasan. Xo'p. Oyi, ovqat zo'r chiqibdi, rahmat. Ha, osh bo'lsin. Oyi, ovqat qolmadimi menga? Sal vaqtliroq harakat qilish kerak edi. Mayli. Men nondan yeb olarman. Yo'q, butun nonga tegma. Bo'lmayman. Ber menga. Men nonni ye. Katta farzand bo'lsang zo'rda. Eng yaxshi narsalar kattalarga tegadi. Yarashganini qaraylar. Sendan keyin ukang kiyadi. Mendan keyin eng kichkina ukam kiyadimi? Jinnimisan? Eski narsani qanday kiyadi? Unga yangisini olamiz. Oilada erkalash ham boshqacha bo'ladi. Voy, o'zimni katta o'g'lim, erkatoyim. Voy, yosh bola emasman, erkalab turmang. Voy, o'zimni kenja o'g'lim. Bugun necha baho oldingiz? 2 oldim. Mayli, 2 ga 2 ni qo'shsang, 4 bo'ladi. Bitta sen meni tushunasan, Bobik.
Itga ham kerak emasman. Sizdan 25 ming so'm bo'ldi. Hozir kecha pulini olib kelib beraman. Ungacha o'rtancha o'g'lim turib turadi yoningizda. Ha, shunaqa. O'rtancha o'g'illar zalogan bo'ladi. Biz aka-ukang bilan to'yga ketyapmiz-a, uyga qarab o'tirgan. Uyda qorovul ham bo'ladi. Oyi, meni ham uylantiring. Voy, qanaqa uylanish? Undan ko'ra ukangni bolasiga qarab turgan makinang ishi bor ekan. Enaga ham bo'ladi. Gohida o'ylab qolaman, o'zi rostdan ham ularni o'g'limami? 1995-yilda Xo'jayev Jahongir degan chaqaloq rostdan ham shu yerda tug'ilganmi? Shunaqa mana. Ota-onasi Akmal bilan Shahnozami? Shunaqa ekan. Nima bo'lsa menga unaqa qilishadi. Flintmi? Voy, Grinkimi? Ha, dadam olib berdilar. Mazza qilib qarsillatib, kayfiyatni ko'tarib o'tiribmiz. Как раз meni ham Nasrin ham ko'tarish kerak edi. Menga ham olib kelibdilarmi? San ham yermiding? Musor mashina keldi. Kerak emas narsani tez olib chiq tashlaylar. Menimcha bu uyda kerak emas narsa men bo'lsam kerak. O'rtancha o'g'illar qalban birgamiz.